Hurmatli Geografiya 100 kun kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan biz havo harorati va havo bosimi haqida kuzatib boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun kanalimizga a'zo bo'ling. Demak, bugun sizlar bilan biz havo harorati haqida gaplashamiz. Havo harorati termometr yordamida o'lchanadi. Termometr demak bu hammamizga yaxshi ma'lum bo'lgan demak havo haroratini o'lchovchi asbob hisoblanadi. Uni o'rnatishda biz eng katta qiladigan xatolarimizdan biri yerning yuzaq qismiga qo'yamiz. Yerning yuzaq qismida havo muallaq holatda bo'lmaydi. Moddalar zich holatda ko'riladi. Shuning uchun ham yoshligimizda ham ko'p xatolar qilganmiz. Misol uchun havoning yerning yuzaq qismida harorati 70-80 gradusgacha bo'lishi mumkin. Bu haqiqiy havo harorati tarkibiga kirmaydi. Sababi bu yerda moddalar juda zich. Muallaq holatini olishimiz uchun termometrni yerdan 2 metr yuqoriga qo'yishimiz kerak va quyosh nuri tegmaydigan joyga qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz janub qismiga qaratib yerdan 2 metr yuqorida haqiqiy haroratni o'lchasak, bu termometrimizni demak haqiqiy havo haroratini chiqarishga yordam beradi. Qumlar yuzasida esa yer yuzasida 70-80 gradusni ko'rsatishimiz mumkin termometr. Havo harorati odatda o'rtacha havo harorati har 3 soatda o'lchab chiqariladi. Va bu demak 8 ga bo'linib o'rtacha harorat keltirib chiqarishimiz mumkin. Endi havoda amplituda degan narsa bor. Biz yaxshi bilgan, quyosh chiqishdan oldin kunning eng sovuq qismi hisoblanadi. Endi kunning eng sovuq qismi demak quyosh chiqishdan oldin kuzatiladi. Quyosh chiqishi har bir demak fasllar bo'yicha har xil vaqtda kuzatiladi. Kunning eng issiq qismi esa demak 14-15 soatlarga to'g'ri keladi. Bu kunning eng issiq qismi hisoblanadi. Ana shu oralikdagi farq bu sutkalik amplituda hisoblanadi. Endi sutkalik amplituda turli xil kengliklarda turlicha hisoblanadi. Mana misol uchun dunyo okeanida sutkalik amplituda 1-2 gradusni tashkil qiladi. Ya'ni o'zgarish kamroq hisoblanadi. Yoki dasht va cho'llarda sutkalik amplituda 15-20 gradusga teng hisoblanadi. Ya'ni keskin kontinentallik ortib boradi. Endi yillik amplitudaning ham o'zgarishi ekvator atrofida 5-10 gradusni tashkil qiladi. Ekvatordan qutblarga borganimiz sari amplituda ortib boradi. Mana misol uchun amplitudamiz Toshkent shahrida 28 gradusga teng. Demak, biz shundan xulosa chiqarishimiz mumkinki, DTN testlarimizda yoki boshqa testlarimizda ko'plab tushgan savoldan biri, ya'ni amplituda qayerdan qayerga ortib boradi. Amplitudamiz yerning markaziy qismidan, ya'ni ekvatorial mintaqadan qutblarga tomon ortib boradi. Doimiy ravishda o'sha qoida bo'yicha ishlaymiz. Demak, ekvatordan qutblarga tomon doimiy ravishda amplituda ortib borar ekan. Demak, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, havo bosimi har bir organizmga berib boriladi. Endi havo bosimini demak og'irliklari mavjud. 1 metr kubda havoning og'irligi 1 kilogramm 330 grammga teng. 1 santimetr kvadratda havoning og'irligi esa 1 kilogrammga teng. Endi bu insonga boyagi ichki bosim bilan normal holatda bo'lgani uchun sezilmaydi. Lekin biz yuqoriga ko'tarilganimiz sari havo bosimi pasayib boradi. Endi havo bosimi agar biz 3000 metr balandga ko'tarilsak, nafas qisish, burun qonash, bosh aylanish hodisalari kuzatilishi mumkin. Agar biz 4000-5000 metr balandlikka ko'tariladigan bo'lsak, ya'ni 4000-5000 metr balandlikka ko'tariladigan bo'lsak, burun qonashi, tomirlar yorilish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Buning asosiy sababi bosim yuqoriga ko'tarilgani sari pasayib borishi hisoblanadi. Havo bosimini biz barometr yordamida aniqlaymiz. Baros og'irlik, metro o'lchash degan ma'noni bildiradi. Barometr ikki xil bo'ladi: simobli barometr va metal barometr. Metal barometrning ikkinchi nomi bizda aneroid deb atalar ekan. Endi barometr har 100 metr balandga ko'tarsalaringiz 10 ga pasayadi, 10 da esa 1 ga pasayar ekan. Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan Toshkent shahrining balandligi 400 metr. Demak, 400 metrda bosim 40 atmosfera bosimi yer sharidan demak o'rta qismi, ya'ni kengliklarni yaxshi bilamiz. Yer shari deb oladigan bo'lsak, kengliklar 90 gradusda o'lchanadi. Ya'ni mana misol uchun ekvatordan shimoliy qutbgacha 90 gradus, janubiy qutbgacha ekvatordan yana 90 gradus masofa bor. O'shalarning o'rta qismi, ya'ni 45 gradusda
bizga yaxshi ma'lum bo'lgan, demak, normal atmosfera bosimi o'lchanadi. Ya'ni 45 gradus shimolda va 45 gradus janubda dengiz sathida normal atmosfera bosimi 700, demak, normal atmosfera bosimi shimolda va janubda 760 mm simov ustuniga teng. Buni biz normal atmosfera bosimi deb olamiz. Dengiz sathida demak 760 mm simov ustuniga teng. Havo haroratiga oid misollarimiz qanday ishlanadi? Havo harorati har 1000 metrda -6 gradusga pasayib boradi. Havo haroratimiz har 100 metrda -0,6 gradusga pasayib boradi. Demak, dengiz sathida havo harorati +24 gradus Selsiga teng bo'lsa, O'zbekistonning eng baland nuqtasida havo harorati necha gradusga teng? deb bizga masala tushadigan bo'lsa, O'zbekistonning eng baland nuqtasi Hazrat Sulton, balandligi 4643 metrga teng. O'shani biz 1000 ga bo'lib olamiz. Demak, javobimiz 4,643 chiqadi. Endi o'sha sonni biz -6 gradus ko'paytiramiz. Ya'ni 4,643 ni demak ko'paytiramiz -6 ga. Ko'paytirganimizda 27,858 gradus chiqadi. Minusda. Demak, dengiz sathida havo haroratimiz +24 gradus edi. Shunga qarab turib ishlaydigan bo'lsak, +24 minus demak 27,858 gradus. Endi qaysi birining ishorasi katta bo'lsa, o'shani qo'yamiz. Demak, haroratimiz -3 demak 858 gradus chiqadi. Demak, buning javobi aynan mana shu bilan tugaydi. Demak, harorat minus bo'lgani uchun boya biz aytgan nival zona hosil bo'ladi. Yoki Jizzax shahridagi haroratni aniqlaydigan bo'lsak, dengiz sathida haroratimiz +24 gradus. Demak, Jizzax shahrimizning balandligi 450 metr. Ni biz 100 ga bo'lib olamiz. Endi bu minglik son emas. Bo'lib olganimizda 4,5 chiqadi. 100 ga bo'lib olamiz. Endi 4,5 ni ko'paytiramiz -0,6 ga. 0,6 ni 4,5 ga ko'paytirganimizda -2,7 chiqadi. Demak, dengiz sathimizda havo harorati +24 gradus edi. O'shandan ayiramiz -2,7 gradus. Javobimiz chiqadi. Demak, +21,3 gradus Selsiga teng. Demak, haroratga oid misollarni aynan mana shunday mazmunda ishlab boramiz. Demak, havo haroratining amplitudasiga to'xtaladigan bo'lsak, O'rta Osiyoning eng issiq harorati Qoraqum cho'llarida +54 gradusga teng. Eng sovuq harorati esa shimoliy sharqiy qismida -50 gradusga teng. O'rta Osiyoning havo haroratining amplitudasi, demak, 1 yillik amplitudasi 104 gradusga teng. Amplitudani qo'yayotganda ko'plar minus plus qo'yadi. Aslida amplituda faqat harorat oralig'ida farq. Ya'ni bizga yaxshi ma'lum bo'lgan son o'qi deydigan bo'lsak, mana o'rta qismida 0 turadi. Harorat bu tarafga qarab manfi ketadi. -1, -2, -3. Bu tarafga qarab esa musbat sonlar 1, 2. Demak, aynan mana shu -1 bilan -2 oralig'idagi farq 5 ga teng. Demak, bizda ko'proq geograflarimiz xato qiladigan narsa bunda minus yoki plus qo'yib qo'yadi. Aslida unaqa belgi qo'yilmaydi. Oralikdagi farq 5 ga teng. Amplituda ham o'shanday narsa. Mana demak, amplituda ekvatordan qutbga tomon ortib boradi dedik. Ekvatorial mintaqada joylashgan okeaniyada sutkalik amplitudani aniqlaymiz. Kunduz kuni havo harorati +30 gradusga, kechasi esa havo harorati -+23 gradusga teng. Sutkalik amplituda okeaniyada 7 gradusga teng. Amplitudaga oid misollarimiz aynan mana shu mazmunda ishlanadi. Havo bosimiga oid misollarimiz qanday mazmunda ishlanadi? Mana normal atmosfera bosimi 45 gradus shimolda va janubda 760 mm simov ustuniga teng. Demak, bu shu normal atmosfera bosimi deb olinadi. Dengiz sathiga nisbatan.
Endi Toshkent shahridagi atmosfera bosimini aniqlaydigan bo'lsak, Toshkent shahrimizning balandligi 400 metr. Doimiy ravishda 10 ga bo'lib olamiz. 10 ga bo'ladigan bo'lsak 40 chiqadi. Normal atmosfera bosimidan buni ayiradigan bo'lsak, Toshkentdagi bosim kelib chiqadi. Toshkentdagi atmosfera bosimi 720 mm simov ustunga teng ekan. Boshqa shaharlarni ham aniqlashda mana shunday mazmunda foydalanamiz. Misol uchun, demak, Nurotning eng baland joyi Hayotboshi cho'qqisining balandligi 2169 metr. Dagi bosimni aniqlaydigan bo'lsak, uni ham 10 ga bo'lib olamiz. 10 ga bo'ladigan bo'lsak, 2169 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak, 216,9 chiqadi. Endi biz uni dengiz sathida normal atmosfera bosimida ayiradigan bo'lsak, demak, Nurotadagi bosim kelib chiqadi. Demak, buni ayiradigan bo'lsak, 543,1 mm simov ustuniga teng ekan. Demak, har bir sonning demak atmosfera bosimini aniqlashda oddiygina qoida, ya'ni 10 ga bo'lib olamiz berilgan balandlikda va normal atmosfera bosimidan ayirilar ekanmiz. Shu natijasida demak har bir joyning havo bosimi kelib chiqishini o'rganishimiz mumkin.